Sizlar bilan universalniy relay ulashda o'rganamiz. 86 oyoqchasiga plyusni beramiz. 85 oyoqchasiga minus beramiz. Kulchatir. 87 oyoqchasidan plyus chiqadi. Mana ishlatib ko'ramiz. Shtakerda tiqamiz. 30 va 86 oyoqchalarga plyus ulaymiz. Mana plyus bizda. Plyus ulaymiz. Va biz ishlatib ko'rishga chizma bo'yicha lampochkamiz bor. Lampochkaning bitta oyoqchasini minusga beramiz. Minusga berdik. 87 oyoqchasidan plyus chiqadi. Relay qo'shgan paytda. Relay qo'shgan paytda demak bizda lampochka ishlash kerak. Lampochkaga ulaymiz. Bu esa kulchatir vazifasini bajaradi. Hozir relayni ishlatib ko'ramiz. Tekisdagi ishlaydi.